2010 yilgi Jahon chempionati finalida deyarli kubokni og'irlashga muvaffaq bo'lgan mashhur Tedba yana qaytdi. Endi esa u 2026 yilgi Jahon chempionati finalida yanada aqldan ozgan ishni qilishni rejalashtirmoqda. Bu Barselona muxlisining ismi Jimmy Jump. Eski futbol muxlislari uni juda yaxshi eslashadi. Chunki 2010 yillarning boshlarida u eng muhim futbol o'yinlari paytida maydonga yugurib chiqib, futbolchilarga o'zining mashhur qizil sariq qalpog'ini sovg'a qilish bilan tanilgandi. 2011 yilgi El Clasico'da u hatto Cristiano Ronaldoga ham qalpoq kiydirmoqchi bo'lgan, ammo Ronaldo bunga yo'l qo'ymagan. Bundan tashqari u bir safar Barselona bayrog'ini Luis Figo tomon ham uloqtirgandi. Ammo uning eng mashhur harakati 2010 yilgi Jahon chempionati finalida sodir bo'ldi. O'sha kuni Jimmy Jump maydonga yugurib chiqib, Jahon kubogiga yaqinlashdi va uni ushlab olishiga bir necha soniya qolganda xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatildi. Shundan